Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Joriy yil fevral oyida mayizchilikka ixtisoslashgan Qo'shrobod agrostar tashkil etildi. Qo'shrobod agrostarga 4 ta tuman biriktirib berildi. Qo'shrobod, Ishtixon, Xatirchi va Urgut tumanlari. Hurmatli prezident, biz ishimizni birinchi xalqaro mayiz bozorini o'rganishdan boshladik. Uzumchilikda yetakchilik qilayotgan Turkiya davlatining 90-97% mayizini Manisa viloyati tashkil qilar ekan. Shundan kelib chiqib biz Xalq banki xodimlari va dehqon fermerlar bilan kompaniyamiz xodimlari bilan Manisa viloyatiga tashrif uyushtirdik. Ilmni, tadqiqotni va tajriba biznesni birgalikda uyg'unlashgan holda integratsiya qilinganiga guvohi bo'ldik. Hurmatli prezident, Turkiyada shunday qishloq xo'jaligi institutlari, katta kompaniyalar bilan birgalikda ilmda yuritib, toshliq joy, bizniki o'xshagan joy emas, tosh joydan hosildorligi juda yuqori ko'rsatkichga erishilgan. Turkiyadan qaytishimiz bilan bizlar ham xuddi shu tajribani yo'lga qo'yish maqsadida 50 gektar joyda tajriba asosida qilib boshladik. Turkiyalik mutaxassislarni ham O'zbekistonga chaqirdik. Ular keldi, 2 marta tashrif buyurdi. Bizni tuproqlarimizni ko'rib, yerlarimizni ko'rib, albatta bu yerlardan katta bizlardan ham ko'p hosil olsa bo'ladi degan fikrlarni o'zlari berdi bizlarga. Eksport yo'nalishi bo'yicha biz o'zimiz Qo'shrobod agrostar bugungacha $1 million eksport qilib, aholidan mayiz sotib olib, Yevropa davlatiga eksport qildik. Yilning oxirigacha yana $1 million rejalashtirib turibmiz. Hurmatli prezident, bu sohani agar dehqonlarimiz bilan ilmiy tadqiqot institutlari bilan ishlab hosildorlikni oshirishga erishganimizdan keyin xalqaro mayiz bozoridagi o'rnimizni 3-o'ringa chiqarishga ham men ishonaman, hurmatli prezident.